tuzalmaydi-da 6 kunda. Bari nazoratda bo'lishi kerak. Necha foizi shu dardiga shifo topib ketgan? Oxirgi kuniga aytamiz, og'riq qolmayotgan bo'lsa bizga ayting. Ko'p kuzatganman, kinezologlarni переживать qilardi-da, har bitta bemorga masalan. Bu fishkani menimcha aytolmaymiz. 3000 dan ortiq bemorlar, o'zi hammani ham shogirdlikka olmas edilar ular. Assalomu alaykum bizni hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi mavzuyimiz bizni Rahmatullayev neyrokinezologiya markazimizning yagona malikasi Aturgul opa Burtebayeva. Assalomu alaykum opa. Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Bugun siz bilan suhbatimiz juda qiziq bo'ladi. Bugungi suhbatimiz aynan siz haqingizda, faoliyatingiz, qachon boshlagansiz, mana shu narsalar haqida obunachilarimizga, bizning kuzatuvchilarga oydinlik kiritamiz birga. Aynan nima uchun neyrokinezologiyani tanladingiz? Bu sohaga shu 2-3 yil oldin qiziqish boshlaganman. Hali O'zbekistonga endi kirib kelib, o'sha bu haqida hozirgacha ko'pchilik hozir meditsina xodimlari yaxshi bilishmaydi. Bu sohaga qiziqishim boshlanganida o'zim ishlab yurardim. O'sha частный klinikalarda ishlardim. Fizioterapiya kabinetida ishlardim. Shu grija, artroz, shu hozirgi bizni qarayotgan bemorlarga, hozirgi kasalliklarimizga masalan fizioterapiya kabinetida ish yuritib kelardim. Nima turtki bo'ldi aynan shu neyrokinezologiyani tanlashingizga? Nimadir turtki yoki sabab bo'lishi kerak? Shu bitta bemorimiz bor edi. 3-4 kun lecheniya qildik. Fizioterapiya bilan, haligi manual terapiya bilan lecheniya qilganmiz, lekin qanaqadir ozgina miqdorda baribir balans unchalik yo'q edi ularda. Ozgina bir tomonga tashab yurardilar. Shu keyin mana shu sohani kuzatib, YouTube'dan kuzatganman. Mana shu Elmurod anaqa Rahmatullayev ko'rganman. Keyin ularga qiziqish bildirib, o'sha borib o'rganganman, shogird tushib o'rganganman. Hozir aynan endi shu sohadasiz. Faoliyatingizni boshlaganingizga deyarli 3 yil bo'pti mana. 3 yil ichida qancha bemorlarni dardiga shifo bo'ldim, ya'ni dardiga ozgincha bo'lsa ham malham bo'ldim deb ayta olasiz. Sanab ko'rganmisiz faoliyatingiz davomida nechta bemorni davolaganingizga? Sanamaganmiz, lekin shu 3000 dan ortiq bemorlar hozir bizni kinezologiya bo'yicha aynan xursand shu davolash anaqamizdan. Xo'p, oldin ham bu sohaga kirishingizdan oldin ham